O'riqlash mezgilida fansonchani qanday o'rlashtirishni o'rgatib qo'yay do'stlar. Ko'ngil ichish tamqi deymiz. Ba'zi qizlarmish fansonchani to'g'ri o'rlashtirmay, tirishchanliklari nolga aylanib turgan gap. 3-4 kun janjitsan yeydi, tamoqqa diqqat qildi, eg'irlik sal tushdi. Bir kundan fansonchani o'rlashtirdi, burunqi eg'irlikimiz qaytib keldi. Tirishchanlik yo'q ketdi. Bu kasbiy odamlar qiladigan ish bu. Agar siz buni qanday o'rlashtirish uqmasangiz, qat'iy o'rlashtirmang. Bo'libmi qizlarga fansonchani degan narsa ancha mos kelib ketmaydi. Erlarninki matayshiyasi yuqroq. Hafta 10 kun bir haqtim qilsa bo'ldi. Qizlar aldirab o'rlashtirmaydi. Agar o'rlashtirish to'g'ri kelsa qanday qilamiz? Birinchisi, fansonchani saqlab o'ltamang. Odatdagi o'riqlash mezgilida yeyotgan tamoqingizga tam kirgizib, moy, tuzlar bilan sal tam kirgizib yeng. Sizlar suvda pishirib bilan janjitsan qilsangiz, shu fansonchani vaqtim qachon keladi, tun oxiri qachon keladi deb saqlab o'ltiradigan gap. Unda intilib ketmang, odatda tamoqingizni o'xshitib azsangiz bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bo'lmadi deganda bu eng qisqa bo'lganda 7 kunni bir, bo'lmasa 10 kunni bir haqiqatan o'rlashtirsangiz bo'ladi. Shu o'rlashtirgan kuni bir vaqt tamoq qilam, taxminan 1000 kaloriya atrofida fansonchani o'rlashtirsangiz bo'ladi. Masalan, chomifen yemsiz, xogo yemsiz, lag'ma yemsiz, etkencha yemsiz, bo'laverdi. Ammo 1000 kaloriya bo'lsin, ba'zi qizlar bir o'tirishda 3-4 ming kaloriyalik narsani yeyotlaydi. Ochiqni yeydi, tatliqni yeydi, ichidiganni ichidi, qushaq cheknasini yeydi. Siz bilib bilmay yeysiz uni, beshidagi bir hafta 10 kun qilgan tirishchanlik yo'q qilinib ketadi degan gap. Ko'ngil ichi tamoqqa yang desa atigandan kechkish ko'ngillashmay, bir vaqt tamoqqa o'zingiz yoqtiradigan mayliroq bo'lamdi, xamirroq bo'lamdi, shuni 1000 kaloriya atrofida o'rlashtirsangiz bo'ladi. Uningdan eshib ketsa tirishchanligingiz yo'q aylanib ketadi. Kasbiy odamlarmi bir oyda 3 qitim, 40 kunda 3 qitim aran o'rlashtirdi. Yegandim diqqat qildi, sizga o'xshash atigandan kechkish yeyavermaydi, bugun ko'ngil ochadigan kunim temeniki edi. Ular qilmoqchimi o'zingizni sal tutib bilang, g'ayrat qiling.